Mana keling, qushlar sotiladi shular. Andijonda. Kim olib baqaman deganlarga ham xudo xolasa garantiyali qushlar. Ishlar ekan, xudo xolasa nima qilmaydi. Ijorat qilib qo'ymaydi. Menda mana shu yerda 80 tacha qush bor. Onda ham, aytlarda ham bor mana qushlar. Baqaman deganlarga xudo xolasa sotiladi shular. Bolalari ham bor, hozir bolalarni ko'rsatamiz. Bolalari ham bor. Tuxum qo'yganlari ham bor. Har xil. Bunda bitta qoldi, qolganlarini tushirib olibdi. Ko'p. Qushlar zo'r, xudo xolasa ijorat qilmaysan. Bitta qo'yibdi bu. Modern tuxum bosyapti. Kimga qiziq bo'lsa, telefon nomerini saytga yozib qo'yamiz.